Voy, men tarsuvkan qarang. 255 talik boshdan aytib ketaman. 255 talik disk ketadi o'zini, ham tepasidan kessangiz bo'ladi, ham pastidan kessangiz bo'ladi. Ikki tomonga ham 45 aylanadi. Bu tomondan ham 45 aylanadi, bu tomondan ham 45 aylanadi. Bemalol yotkizib ishlasangiz ham bo'ladi. Hozir buni bitta ko'tarib ko'ramiz. Pastidan ham ishlasangiz bo'ladi. Pastidan ham. Pasti ham 45 gradusga bemalol aylanadi. Aylanishni bitta e'tibor berib qo'yamiz. Xohlagan gradusda aylantirib ishlasangiz bo'ladi. Eng qizig'i buni orqa tomonidan ham 45 ga ishlasangiz bo'ladi. Orqa tomondan ham yotkizib ishlasangiz bo'ladi. 15 santimetrgacha bemalol kesa oladi. O'zining eng qizig'i lazeri ham bor. Lazerni ko'rishingiz mumkin. Hozir buni bitta ishlatib ko'ramiz. Lazerni yoqamiz, bitta kesib ko'ramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, qanday tez kesib berganini 45 gradusga bitta kesib ko'ramiz hozir buni. 45 ga kesib ko'ramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, qanday kesib berganda. Narxi $175. Xohlasangiz tepa tomonidan ham kessangiz bo'ladi. Buni avoroti 2300 vatli bo'ladi, 255 talik disk ketadi. Orqasida plyussiz uladigan nasatkalari ham bor o'zini. Narxi $175. Kimga kerak bo'lsa pastdagi telefon raqamlariga bemalol qaytib ko'rasizlar.